Mumkinmi? Marhamat, kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, o'tiring. Rahmat. Yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Xo'sh, nima xizmat? Yaxshi, rahmat. Shu desangiz, sizga bir yaxshi taklif bilan kelgandim. Xo'sh, eshitaman. Qanaqa taklif ekan? Xullas, chet eldan bir yaxshi tovar olib kelishimiz kerak. Shunga sizni yordamingiz kerak. 50 ga 50 ishlaymiz. Tepada o'tirganlar sizni bu yaxshiligingizni unutishmaydi. Pulingizni ortiq bila olasiz. Nimalar deyotganingizni tushunyapsizmi o'zi? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Mana bu mening raqamim. O'ylab ko'rib javobingizni aytasiz. Bu narsa ilojsiz ekanligini bilasizmi? Ha, endi o'limdan boshqa hamma narsaning iloji bo'lsa, sizdan yaxshi javob kutamiz. Bekbo'tayev Gulziyon O'zbekiston Respublikasiga kontrabanda mahsulotlarni olib kirganlikda hamda o'z lavozimingizda suiiste'mol qilganlikda ayblanasiz. Sud qarori bilan o'z lavozimingizdan ozod etilasiz. Sheriklaringiz allaqachon bizning qo'limizda. Siz biz bilan ketishga majbursiz. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, o'ylab ko'rdim. Men vatanimga, xalqimga, ichgan kasaliga bilmayman. Meni boshqa bezovta qilmang.